qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunini diqqatlarga sunamiz. Amerika Moliya Ministrligi kishilik huquq xitobnomasining 75 yilligini xotirlash arifasida kishilik huquqqa daxli terrorist qilg'uvchilarni aniqlab chiqqan. Amerika Moliya Ministrligi to'rining 8 dekabr kunidagi xabariga qaraganda 2023 yili 12 ayning 10 kuni Dunyo kishilik huquq xitobnomasining 75 yillik xotir kuni bo'lib, Amerika Moliya Ministrligi shaxslarning kishilik huquqi va asosiy erkinligini o'z ichiga olgan obida xarakterli hujjat e'lon qilib, bu tarixiy xotira kuni va kishilik huquq kuni arifasida kishilik huquqqa hurmat qilish, shundaqla kishilik huquqni dafsanda qilguvchilarning javobgarligini surishtirishni qat'iy davomlashtirganligini qayta ta'kidladi. Dokladda Gauchi va Xulianxa ismli ikki nafar Xitoy katibasini o'z ichiga olgan 9 davlatdagi 20 nafar shaxsga kishilik huquqni dafsanda qilish qilmishi sababli jazo yurgiziladiganligi e'lon qilindi. Gao ilgari Ili Qozoq Avtonom oblastlik jamoat xavfsizlik idorasining rahbari va Ili viloyatining muavin boshlig'i bo'lgan ekan. Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarni tutqun qilish va maxfiy tutib turish, rahimsizlarcha qiynash, inson qalbidan chiqqan pastkash muomala qilish, jazolash, ayblash va so'zsiz uzun muddat tutib turish, kishilarning yo'qolib ketishini keltirib chiqarish, kishilarning yashash huquqi, erkinligi va bexatarligini ochiq-oshkora rad qilish yoki majburiy emgak bilan munosabatlik og'ir kishilik huquq dafsanchiligi bilan shug'ullanish qilmishiga mas'ul bo'lib, Davlat ishlari mahkamasi Gavga qarta viza cheklamasini e'lon qilib, Gav va uning yaqin tuqqanlarining Amerikaga kirish salohiyatini bekor qilgan. Xufamillik 2012 yildan boshlab Markaziy komitet Şinjan xizmat moslashtirish kichik korpusining muavin ishxona direktori bo'lgan. Atalmish Şinjan xizmat moslashtirish kichik korpusi tunji qatam 2000 yilda qurilgan bo'lib, atalmish Şinjan siyosatini shakllantirish va yo'lga qo'yishda turtkilik rol o'ynagan va atalmish Şinjanning radikallikni yo'qotish ramkasi bilan ta'minlagan. Bayonotda Xuning Xitoyning ikkinchi avlod millatlar siyosatidagi halqiliq shaxs ekanligi ta'kidlangan. Xulianxa va uning yaqin urug' tuqqanlarining Amerikaga kirishi cheklangan. Atalmish Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati allburla Amerikaning jazolash tizimligiga kirgizilgan. Sharq Turkiston surgunda hukumati oila, ayollar, yoshlar va kishilik huquq ministri Gulvaryam To'xtaxon qizi 10 dekabr kuni axborot vositalarida biz dunyo jamoatining kishilik huquq va adolatni qo'llash va'dasiga amal qilishini talab qilamiz. Hukumatlar, tashkilotlar va shaxslarni o'z ichiga olgan xalqaro jamiyat cho'qim hamkorlashib, Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini darhol to'xtatishni talab qilishi kerak. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarning kishilik huquqi, erkinligi va mavjudligiga kafolatlik qilish, shundaqla qo'g'dashning birdan-bir yo'li dedi. Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandimi xalqaro kishilik huquq kunida Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarning erkinligi, kishilik huquqi va mavjudligining birdan-bir yo'li ekanligini esga solish intayin muhim ahamiyatga ega. Bizning adolat uchun harakat qilishimizga qo'shiling dedi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotimi biz 10 dekabr kishilik huquq kunini xotirlayotganda xalqaro jamiyatni Xitoy ishg'oliyati ostida irqiy qirg'inchilikqa duch kelgan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarning mustaqillik huquqini o'z ichiga olgan kishilik huquqqa bergan va'dasini o'rindashga chaqiriq qilamiz dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisiga kuchli raddiya berdi. Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor 11 dekabr kunidagi yo'llanmasida Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyingning Amerika Şinjandagi inson haqlari ahvoliga qarata yolg'on so'zlab, G'azadagi jinoyatlarni ko'rmasga selishga, hatto jinoyatlarga sherik bo'lishga davom qilmoqda. Bu Amerikaning inson haqlarini qanday qo'g'daydiganligini ko'rsatib berdi. Amerika haqiqatan inson haqlarini qo'g'dasa, Şinjan haqidagi yolg'onlarni qo'yib, G'azadagi bolalarni qutqizish uchun amaliy harakat qilgan bo'ladi deganiga raddiya berib, Xitoyning saxta tashviqotlari ishg'ol qilingan Sharq Turkiston haqiqatlarini yo'shira olmaydi. Saxta qiyofatdagi Xitoyning mustamlikasi ostida keng ko'lamda tutqun qilish, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat yotadi. Xitoy atalmish Şinjan haqidagi yolg'onlar orqali Xitoyning sistemlik mustamlikasi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, shundaqla Sharq Turkistondagi ishg'oliyatni pardalamoqchi. Agar Xitoy haqiqatan G'azzaga ahamiyat bersa, eng oldi bilan 880 ming Uyg'ur, Qozoq,
Qırğız qatarlıq türk ballarını ailəsiga qaytarıb bergen bolotdi və atalmış Şinjan haqqında yalğan söz çöçək tarqıtışның ornuğa Şərq Türkistanğa bolğan mustamlika, irqiy qırğınçılıq və işğaliyyətni axırlaşdırğan bolotdi dedi. Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi yana Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komissari Volker Türk'ның 4 dekabr kunidagi irqiy qirg'inchilikning 75 yilligi bizga irqiy qirg'inchilikning yuz bermasligi uchun ogohlantirishga ehtiyojning yo'qligini, u hamisha xato tashviqot va nafrat bilan oziqlanadigan sistemlik ayrimchilikning kulminatsiya nuqtasi ekanligini eslatadi. Biz bu ogohlantirishlardan hushyor turishimiz va irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash uchun harakatga o'tishni talab qilishimiz kerak degan yo'llanmasiga inkos qaytarib, Volker Türk apandi Xitoyning ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va oldini olish uchun qachon harakatga o'tishga chaqiriq qilasiz dedi. Xitoyning tashviqot koniyi bo'lgan yer shari vaqtining 10 dekabr kunidagi xabarda aytilishicha, atalmish Şinjan doktorxonasining muhim davlat tajribaxonasi Qozog'iston davlatlik tibbiy ilm markazi bilan kelishim imzolab, O'rta Osiyodagi ko'p ko'riladigan kasalliklarning oldini olish va davolash jihatidagi hamkorlikni kuchaytgan. Bu kelishim Qozog'iston markazi atalmish Şinjan tibbiy universitetining birinchi qarmog'idagi doktorxona va bu doktorxonaning patogeniz kasalligi, O'rta Osiyodagi og'ir kasalliklarning oldini olish va davolashdagi asosliq davlat tajribaxonasi bilan shanba kuni Xitoyning janubidagi Guangxi Guangzhou avtonom rayonining Nanningda o'tkazilgan 7 navbatlik Xitoy xalqaro organ i'ona qilish yig'ini va organ i'ona qilish, ko'chirish xalqaro hamkorlik taraqqiyoti bir balvoq bir yo'l sempoziumida imzolangan. Kelishim imzolangandan keyin Qozog'iston tibbiy xodimlarni O'rta Osiyodagi og'ir kasalliklarga qarshi tadqiqot va davolash uchun atalmish Şinjan tibbiy universiteti doktorxonasi va Ochqishliq davlat tajribaxonasiga o'qishga avatadi ekan. Ochqishliq davlat tajribaxonasi 2017 yili ochilgan. Bu tajribaxona O'rta Osiyodagi 5 qo'shni davlat bilan aktivlik bilan tarbiyalash, shundaqla baliyatqa bo'yni raki va qizil o'ngach raki qatorliq sohadagi muhim kasalliklarni tadqiq qilish va davolash xizmati bilan shug'ullangan. Zonatik yurak qon tomir kasalliklari, diabet va miya qon tomir kasalliklari ko'p uchraydigan bo'lib, O'rta Osiyodagi ommaviy sog'lomlikqa eng chong tahdid elib keladi ekan. Bu yil mayda Xitoy bilan O'rta Osiyodagi 5 davlat Xitoyning Xi'an shahrida o'tkazilgan Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'inining Xi'an xitobnomasini birlikda imzolagan. Xitobnomada har qaysi taraflar sog'lomlik va davolash hamkorligini texnik cho'nqurlashtirib, Xitoyning an'anaviy davolash markazlarining qurilishini ilgari surib, o'simlik terish va pishiqlab ishlash hamkorligini qanot yaydirib, sog'lom ipak yo'li barpo qilishga qo'shilgan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi ijtimoiy axborot supsi X'dan buningga inkos qaytarib, atalmish Şinjan tibbiy universiteti doktorxonasining Qozog'iston bilan organ ko'chirishdagi hamkorligi Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlarining organlarini to'plashni majbur qilamdi degan savolni tug'dirdi. İnsan haqlari va inson hayotini qo'g'dash uchun bu ahvol jiddiy tekshirilishi kerak dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining sobiq Cumhur raisi G'ulom Osmon Yag'ma apandi ijtimoiy axborot supsi X, ya'ni burunqi atalishi bo'yicha Twitterda Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun Xitoyga qarshi texmi aktiv urushga atlandi. Bir tarafdan Xitoyning dunyoga qaratgan yovuz niyatini oshkorlab, davlatlarni ogohlantirsa, yana bir tarafdan kishilik huquqni qo'g'dash va'dasiga amal qilmayotgan G'arb dunyosiga xitob qildi. 8 dekabr kunidagi yo'llanmasida Amerika tarixdan beri Xitoyga qarata ojiz bir siyosat yurgizib kelganlikdan, Xitoy Amerikaning soyasida o qadar kuchlandiki, o'zini hozir darajadan tashqari kuchli davlat deb e'lon qiladi. Shunga Xitoyning bugunini Amerika borliqqa keltirdi deyishga bo'ladi. Xitoy buni olg'ilgirlashning dastlabki fursati deb qaraydi. Bu ssenariyo Xitoyning 5 aviya matkasi bo'lg'icha davomlashsa, u Amerikaga ofat xarakterli oqibatlarni olib keladi. O vaqtda Amerika G'arbiy Tinch okeanidan qo'g'lab chiqarilishi mumkin. Undaq bo'lganda Tayvanni qo'g'dash xomxayolga aylanadi. U chaqda Tayvan qarshilik ko'rsatmayla bo'ysunadi. Uningdan nurg'un ishlar. Yana mundaq bir ssenariyo bor. Amerika Xitoyning kengayish chekining G'arbiy Tinch okeanga qadar bo'lishiga qo'shilish kelishimining yo'llari haqida davomli izlanib baqsa bo'ladi. Xitoylar yangi rayonlarga o'ltiraqlashgacha va'dasida turdi. Hech bir zaman yo'qitib etkili bo'lmag'idek darajada mahkam o'rinlashib qolsa, nima o'ttirg'i chiqadi? Unisi aniq, dedi.
9 dekabr günüdeki yollanmasida Amerikaning Rossiyani dushman tizimligining eng beshiga tizib olishi Xitoy uchun foydalidir. Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi kurashda hamisha masala mavjud. Bir-birini qo'g'dashga ittirishidi. Bundaq ahvolda Rossiya Xitoyning O'rta Osiyoda ilgarilishini ko'rmasga selib oladi. Xitoy ko'chmanlarining barliq yo'llar bilan Rossiyada makonlashishiga chidashga majbur qiladi. Ahvol mushundaq davomlashaversa, Xitoy kelgusidagi O'rta Osiyoga kengayish planining oldingi shartlarini nihoyatda o'ngishli bilan hozirlay oladi. Ondan hech kim Xitoyning kengayishini to'sib qola olmaydi. Xitoyning kengayish metodi o'tmishdagi ishg'olchilardan farqli. Masalan, Gitlerga o'xshash sharqqa va g'arbga o'xshash vaqtda urush ochmaydi. Atgan har qadamida to'xtab, yutgan har luqmani singdirmaguncha yana bir qadam atmaydi. Dünya Xitoyning zamin egallash va kengayish qilmishiga qarata jiddiy pozitsiya tutish kerak dedi. 10 dekabr kuni Amerika Xitoyga qarshi harakat qilishni kechiktiraversa, fursatni qo'ldan berib qo'ydi va oxirida ajallik oqibatga duchor bo'ldi. Men shuningga hayron qilyapman. İnsan haqlari deyilgandagi inson kim? Planetdagi insonlarmi yoki g'arb dunyosidagi kishilarmi? dedi. Mustamlaka kuchlari fikrlarni kuzatib turdi. Biz bo'lsak fikrlarning qimmatini bilmaymiz. Biz bir narsaning qimmatini bilmasak, butun dunyoning u narsaning qimmatini bilmaganligini ko'rsatmaydi. Biz ko'pincha hollarda fikrning ijtimoiy ta'sirini bilmay qolamiz. Biroq mustamlaka kuchlari bizga o'xshash g'ofil qolmaydi, balki o'ziga munosabatli fikrlarni kuzatib turdi. Mustamlakaning tadqiqot markazlari va elchixonalardagi madaniyat ishxonalari fikrning ijtimoiy ta'sirini va qimmatini bilganlik uchun jamiyatimizda yuz berayotgan fikrlarni kuzatib turdi. Mustamlaka o'zining siyosiy manfaatlari va qarashlarini himoya qilish uchun jamiyatdagi fikrlarni kuzatib turdi. Buningga ko'ra o'ziga yoqmaydigan fikrlardan qutulish yo'llarini tuzib chiqadi. Shundaqla o'ziga yoqmaydigan fikrlarni asli nishon maqsadlaridan boshqa taraflarga burib o'tish uchun harakat qiladi. Mustamlakaning o'zini siqib qo'yayotgan muayyan fikrdan qanday qutulayotganligi va u fikrni boshqa taraflarga qanday burib o'tib borganligi uning fikrlarni qanchalik ko'ngil bo'lish ichida kuzatib turadiganligini ko'rsatib turadi. Jamiyatshunos mutafakkur Malik Nabiyning fikrlaridan o'zindilar. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.